Assalomu alaykum kanalımızın podpисчиклari. Bugün Boran zapravkadan 28 yo'lundan işinin bir ikki etaj hovli joyimiz chiqqan. Shuni sizlarga ko'rsatib, inchalari bilan tanishtirib o'tamiz. Unda ketdik. Eldirin fasad kısmını görünüşü bu yine. Fasad kısmı garajam var. Şimdi yine istiyashkatilingan elde. Şatib görseniz yine elde istiyashkatib yo'ldan chiqib turibdi yine. Eshiklar ham mustahkam, demir eshiklar ham bo'lgan, eshiklar ham yine ajoyib. Demir eshiklar ham bo'lgan, mustahkam. Şana girebilişimizde bir prixoja zonası bu. Onun tarafımızda rakovinasıyla radiatorlara koyulgan, yine iki tarafına jalüziler koyulup akurat ne oturttu. Prixoja kısmı bu işi. Girgenimizden çap tarafta zalatı koysanız ham bo'ladi bu yerni. Spalnya sizlar ham bo'ladi, spalnya qo'yibdilar. Shuni yine görünüşte gips akordondan dekorativ niyet patologlarını zet qo'yibdilar. Lustralar ham yaxshilarini Yevropeyskisidan qo'yilgan. Bu xonadonimizni pod ключ holatida sotiladi. Hamma yeri tayyor, girib to'g'ri yashaydigan holatida. Yani do'stlar, patologlarni ko'ringlar, ajoyib adib. Bu paketga emas, chistiniani o'zidan izlangan. Eshiklar ham high-tech eshiklardan qo'yilgan. Bu girkalar işte dalanma bu. Lustralar ham yaxshisidan qo'yilgan, ajoyib bunlar. Dalan kısmı bu. Geleversiz on tarafında sanavzeli tapatalıka kafil kılıngan. Şimdi rakıya acayip rakıya koyulup çok tuttu. Ayakta yani Türklenki bu yerde yine kir maşinasını toşyasını taşıp ötkenler. Ondan girip gelersizde bu kuhnyası bu. Hürmetli dostlar. Kuhnya zonası bu. Radiatorlar koyulup настенник yollar ham eng yaxshisidan qo'yilgan, ajoyib onlar. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yib turibdi, high-tech eshiklardan. Oyoqdagi polatilingan. Bog' tarafini ko'rsatib o'tsak, hurmatli yurtdoshlar. Bog' tarafı ham mashina ulli tushgan. Mana ulli tushgan bog' tarafı ham ajoyib ulli bilan. Bu yerga barbekülarni uzatib chiqib, topchalarni qo'yib, dam olib o'tiradi. Bundan geçsek bir de bir spalnisi var. Keyin göstereyim spalnisini ahırında. İkinci etaj bilan tanıştırsak, ikinci etajda şimdi çıkıyorlar işte kapışıp ketilgan taxtadan zinesi ham mustahkam. Hurmatli yurtdoshlar, bu joyimizda birinchi, ikkinchi etajından sanuzeli bor. Yana zinadan chiqib keladigan qismi bu yine. Taxtadan xo'shroyatli ko'taraloqlarni urib ajoyib etib. Chiqib kelsak, chap tarafimizda spalni. Pastdan mashinaning spalni joyi bor. Pastdan birinchi etajdan mashina bu yerda edi. Registrlarni qo'yib ajoyib etib qo'yibdilar. Ve ondan geçsek
Yine bir spalnisi bu взрослый spalni, bu детский spalni atıp koysanızlar ham bo'ladi. Patologlar ham yine gips akordondan ajoyib düzeltilingan. Aynalar ham yaxshisidan qo'yilgan. Bu yerda hurmatli yurtdoshlar, hech kim yasholmay, unchalik ham yasholmaydi. Uyga kelsam chet elda ishlaydi, shuna joyini olib kam yasalgan joy bu. İkinci şunday dushovoy bu. Da patolka kafilatilib, ajoyib düzeltilingan. Eshiklar men shunday yopiq eshiklardan qo'yib, oynalar eshiklardan qo'yilgan. Bu tarafında hurmatli yurtdoshlar, bu yerni garderobni yetib qo'ysanizlar ham bo'ladi. Bu yerni yine garderobni yetib kiyim qo'yib yetib qo'ysanizlar bo'ladi. Bu yerda yine zal kısmı bu. Dostlar. Zal kısmı, zalımızda on tarafında yine balkondan çıkıp ketesizler yine. Zalımızda on tarafında balkondan çıkan kısmı var. Patologlar ham yine ajoyib olib gips akordondan ajratilgan. Balkondan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday chiqib dam olib qarab o'tiradigan yerini. O'shalar ajratilgan fasodlar ham. İkinci etajımızda 4 komuta var. 2 zalı, 2 spalni dostlar. Hazır ikinci spalnisini göstereyim yine sizlere. İkinci spalnisi hem şöyle düzeltilingan. Registrler ham yaxshisidan qo'yilgan. Oynalar ham yaxshisidan qo'yilgan, oynalar yine. Ajoyib oynalar qo'yilgan, mustahkam. Bu taraftan görünüşü zalamızda. Bu evimizde şu ikinci etajını eşiklerini koyuverse, eşikleri koyulmayan dostlar. Eşiklerini koyuyorsa şimdi Aytık Hanım'ın üyüne geçti chet elda olgana astan zep durar yandan bu üyüne. Dostlar bu bahasına gelsek bu joyimizda 75.000 dolar deb turibdi. Kelishiladigan, qaytiladigan ozgina. Shunga kelib, uyni egasi bilan ko'rib gaplashib, kelishib qolaverasizlar. Like bilan podpiska etishni yoddan chiqarmanglar. Kanalimizga podpiska olib qo'ysangizlar, toza joylarni, videoroliklarni ko'rib, o'zingizga yaxshi joylarni sotib olasizlar. Şu bilan dostlar, rolikimizni yakunlayapti. Xayr deb qolamiz. Indiki roliklarda görüşguncha.